Bu ko'rgazmamiz matematika va geometriya fani o'qituvchilari uchun mo'ljallangan. Mini universal ko'rgazmaning ikkinchi yangi varianti. Hop, tanishtirib o'taman. Mana yuqori qismida o'sha fanga oid mana o'sha lineyka tasvirlangan. O'rtasida mana shu fanni umuman ta'lim tasvirlangan. Bu yerda hamma fanlar tasvirlangan. Matematika, geometriya, fizika, ximiya, tabiat fanlari. Hop. Endi bu tomondan eshikdan boshlaymiz. Bu yerda koordinata tekisligi. Mana o'rtada strelkasi bor. Pastda kuzating deb tashlab qo'yib qo'ygan. Bundan shunday foydalaniladiki, birinchisi bu koordinata tekisligini o'rgatish mumkin. Ikkinchidan mana bu yerda tirnoqchalar qilingan. Bu tirnoqchalarga mana bunga o'xshash savollar deyilib yoki bo'lmasa o'sha dars yuzasidan qanday mavzuda bo'lsa shunday qog'ozchalar deyilib foydalanish mumkin bo'ladi. Mana shunday. Endi pastdagi cho'ntakchalarga mavzu yuzasidan mana bunday tarqatma materiallar yoki nimalar bo'lsa solib foydalansa bo'ladi. Endi bu eshigi. Bu eshigida mana matematika faniga oid mana formulalar va shakllar, tasvirlar chizilgan. Pastda ham shunday. Arifmetik va geometrik progressiya tasvirlangan. Endi markaziy qismi. Markaziy qismida bilimlar saroyi didaktik o'yini tasvirlangan. Xo'p, bu didaktik o'yini mana birinchi bosqichdan boshlabda, birinchi zinapoyadan boshlab mana 1, 2, 3 va hokazo. 7-zinapoyaga yetganda mana bu yerga ilganda yuqorisidagi svet yonadi. Bu elektrlashtirilgan. Bunisi ham bitta mana shunday. Pastki bosqichdan boshlab yuqoriga chiqib ilganda yuqorida svet yonadi. Endi testlarda yonishini tekshirib ko'ramiz. Xo'p. Mana testlar. Bu testlar hammasi A ga ulangan, bittasidan tashqari, bittasi D ga ulangan. Mana A ga tekizamiz. Tekizganimizda quyosh. Ikkinchi testda D ga ulangan. Mana A harfida qizil yonadi. Uchinchi test A variantida yuqoridagi S harfida yonyapti. To'rtinchi testda A variantida yuqorida daraxtda yashil yonadi. Foydalanilmagan paytda mana bu yerga ilib qo'yiladi. Endi mana bu zakovat o'yinini ko'rsatib o'taman. Zakovat o'yini bu yerda ikkita aylana bo'lib turib, tashqi aylanasi mana shu didaktik o'yin uchun mo'ljallangan, ichki aylanasi zakovat o'yini o'tkazish uchun o'qituvchi 12 ta savol tayyorlab turib, shundan foydalanish mumkin. Buni qanday foydalaniladi? Mana bu simda bu yerga tekkiziladi mana. Tekkizilganda mana bu strelka aylanadi elektromotor yordamida. Strelka qayerga to'xtaydigan bo'lsa, qaysi raqamga to'xtasa, o'sha raqamdagi savolga javob beradi. Agar mabodo T harfiga to'xtaydigan bo'lsa, unda test yechadi o'quvchilar. Xo'p, endi ikkala eshikni yopib turib, eshikni yopish uchun mana bu strelkani olib qo'yamiz. Endi eshiklarni yopamiz mana. Xo'p. O'rganing deb turib qisqa ko'paytirish formulalari tasvirlangan bu yerda. Pastida Weyek teoremasi. Bu yerda ham xuddi mana shu usulda foydalansa bo'ladi. Mana bu yerga mavzu yuzasidan xohlagan materialni yurish mumkin yoki yuqoriga mana bunday qilib turib foydalanish mumkin bo'ladi. Endi bu eshigi. Shakllar yuzini toping. Bu yerda har xil shakllar tasvirlangan. Uchburchak, trapetsiya va hokazo shunga o'xshagan shakllar. Mana bu strelka qaysi shakl to'g'risida masalan o'qituvchi tushuntirayotgan bo'lsa, shunga burib qo'yib foydalanish mumkin. Bu yerda mavzu yuzasidan bu yerga ham xuddi mana shunday savol yoki o'sha mavzu yuzasidan material solib turib foydalansa bo'ladi. Bu ko'rgazmadan foydalanishda qisqacha tartibi shunday.